Menimcha hammani bu narsaga ko'zi tushgan, ya'ni tergovchi Saftor Zayhamonov. Ya'ni band titulni olsanglar, shunaqa nikilar samolyotda chiqadi. Agar sizlardan unvoni balandroq kimdir bo'lmasa, hozir men sizlarga shuni olishni o'rgataman. Undan oldin videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. 2 ga oz qoldik. Sozlamalar bo'limidan xavfsizlik markaziga kirib olamiz. Bu yerga kirganimizdan keyin men asosiy tagida tergovchilar bosamiz. Tergovchilar bosganimizdan keyin video tekshiruv missiyalariga o'tamiz. Daraja challenge'ga o'tsak, beradigan mukofotlar 500G, 60 bitda anjom keysini va 46 ta klassik keys beradi. Bundan tashqari titullarni beradi hamda missiyalarni bajargan holda mana bu ajoyib bank kiyimini olsanglar bo'ladi. Bu ham kamdan kam odamlarda bor. Xo'p, endi buni qanday olamiz desanglar, videolar tekshirish bor. Videolar tekshirishga bossak, mana bunday bizga PUBG videolar beradi. Ya'ni bu yerda qoidabuzarlik bor yo'qligini aniqlashimiz kerak. Agar qoidabuzarlik bor bo'lsa, qoidabuzarlik topildini bosasiz. Agar qoidabuzarlik ko'rmasangiz, mana qoidabuzarlik yo'q deb bosasiz. 15 ta video ko'rsangiz bo'ladi. Agar har kuni aktiv bo'lib tursangiz, keyin limiti oshadi. Shunda titul olishingiz tezroq bo'ladi. Mabodo sizlarga O'zbekistondagi eng arzon 100 servis kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib xarid qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa like bilan obuna bosib qo'ying.